Do'stlar, mana bu navisimiz atigi 5 million so'mga tayyor bo'libdi. Nima uchun arzonchilar o'zlari qo'lbola qilib zo'rlab mana bunday yog'ochdan qilgan. 5 million so'mga mana bunday navis qildirgan bo'lamiz yoki 30 million so'mga mana bunday zamonaviy high-tech fasondagi navis qildirgan bo'lamiz. Do'stlar, bu 3 qavatidan. Yaxshilab eslab qo'yinglar. Falga, faneri, tunikalari ichida bo'ladi do'stlar. 3 qavat bo'ladi. Hattoki kraskalangan variantdagilar. Kraskalar ham eng zo'rlardan bo'ladi. Bu joyimiz eniga 6, uzunligi 12 metr, 1 kvadratini 420 ming so'mdan qilib beradi. Atigi 30 million so'mga tayyor bo'lgan. Ya'ni 72 kvadrat holatdagi joyimiz. Uyda egasi hech narsaga ovora bo'lmaydi. O'sha oziq-ovqatini, lesasini, o'sha to'kini, elektrini qilib bersa bo'ldi. O'zlari mana bunday zo'r qilib o'rnatib beradi. Hattoki mana bunday xoralari mana lazer fasonda qilingan ekan do'stlar, 420 minglik variant. Agar oddiy profildan qilib bering desangiz, ularni ham qilib beraveradi, faqat narxlar ozgina o'zgarib qolishi mumkin. Ya'ni arzonlashadi. Xizmatlar O'zbekiston bo'yicha bir xil ekan do'stlar. Bu tomonga qimmat, bu tomonga qimmatlarda vaqt o'tib, bemalol bog'lanaverasizlar. Bundan tashqari Lexus'li fasondagi navislarni ham berar ekan. Hammasi kelishilgan narxdagi ekran pastda nomerlari bo'ladi do'stlar. Manzilimiz Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidan bo'lyapti. O'zlarining joylari do'stlar, Jizzaxda ham filiallari bor. Farg'onani Bag'dodda ham filiallari bor ekan. Bemalol telefon qilaverasizlar do'stlar. Bizning kanal nomini aytinglar, chegirmalar qilib beradi.